Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu darsda sizlar bilan qanaqa qilib million prosmotr yig'ish va undan tashqari obunachilarni, organik obunachilarni yig'ishni o'rganamiz. Keling, undan oldin siz bilan tanishib olamiz. Meni ismim Isroil, yoshim 19 da. Hozirda o'zimni shaxsiy blogimni ham yurityapman. Hozirda 29 ming obunachim bor. Undan tashqari shu vaqtgacha ham Abror Ahmedov, Doniyor FX, Barnoz Suleymanova, Munira Rahimova, Javohir Po'latov va boshqa ekspertlar bilan birga ishlab, ularni blogligini ko'tarishga yordam berganman. Bu sana bergan ekspertlarimga men asosan organik auditoriya olib kirib berganman, ya'ni hech qanaqa target va reklamalarsiz. Bugun sizlar bilan ham qanaqa qilib million prosmotr yig'ish va organik auditoriya yig'ishni o'rganamiz. Bu darsni men razbor formatida qilib bermoqchiman, ya'ni menga o'sha ko'p obunachi olib kelgan, yaxshi prosmotr yig'gan videolarni sizlarga ko'rsatib, nima uchun unaqa yig'gan, nima uchun menga bunaqa obunachi olib kelganini qadam-baqadam ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizlarga aniq foydasi tegadi. Kelinglar sizlar bilan birinchi videomizni ko'ramiz. Ya'ni bu video menga 14 mingtaga yaqin obunachini olib kelib bergan. 10 mingtasini bir hafta ichida olib kelib bergan. CapCut Pro'da endi siz ham bepulga foydalansangiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, videoni boshida yaxshi huk bo'lgan, ya'ni CapCut Pro'dan endi siz ham bepulga foydalansangiz bo'ladi deganman. Voy, menda iOS-ku. Ko'rgan bo'lsangiz, ikkinchi odam qatnashgan, ya'ni o'zim ikkinchi figura sifatida qatnashganman, syujetniy bo'lgan, qiziqroq bo'lishi uchun. Endi bu usuldan ham iOS ham Android foydalanuvchilari bemalol auditoriyani qamrab olish uchun ham iOS ham Android foydalanuvchilariga murojaat qilganman. Ya'ni ikkalanglar ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi deganman. Buning uchun mana shu videoni meni direktimga eng qiziq joyi mana bu yoqda hozir men repost qilasiz deganman. Men direktimga repost qilasiz deganman, chunki repost qilinsa video tezroq rekomendatsiyaga chiqadi va direktdan menga Pro deb yozib qoldirasiz. Keyin bo'lsa direktimga Pro deb yozib qoldirsangiz, men sizga CapCut Pro sotib olingan akkauntimni bepulga beraman dedim. Chunki Pro deb yozib qoldirsa lead magnet ishlashni boshlaydi. Ya'ni Pro deb yozib qoldiradi. U yoqda Telegram kanalimga silka beriladi. Telegram kanalimga o'tgandan keyin Telegram kanalimda o'sha CapCut Pro'ni logini va paroli turadi. Bu yo'l bilan men Telegram kanalimga 10 mingta, o'zim Instagram sahifamga bitta shu videoni o'zidan 13 mingtadan oshiq obunachi yig'ib oldim. Kelinglar sizlar bilan statistikani ko'ramiz. Like'lar 33 mingta bo'lgan, kommentariy 2 mingta bo'lgan, repost mana boya aytgandek 11 mingta repost bo'lgan. Undan tashqari 8400 odam videoni saqlab qo'ygan. Eng kerakli joyi bizga sredniy время просмотра hozir 11 sekundga tushgan, lekin bu asosan 20 sekund atrofida yurgan. 50% turish kerak. 50% bo'lsa bu video yaxshi chiqqan deyiladi. Qancha udержание ko'p bo'lsa, odamni shuncha videoda ushlab tura olsa, video ham shuncha tezroq rekomendatsiyaga chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, bu video menga 13795 ta obunachini olib kelgan. Undan tashqari 10 mingta obunachi Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lgan. Bu degani Telegram kanalda ham men o'zimni vlogimni bemalol yurita olaman. Xo'p, endi kelinglar sizlar bilan ikkinchi videoni, yaqinda qo'ygan videomni ko'ramiz. Bu video menda hozir 954 ming marta ko'rilibdi. 954 ming marta ko'rilgan bo'lsa ham, bu video menga 3000 tacha obunachi olib kelgan. Ya'ni 3779 ta obunachi olib kelgan ekan. Lekin mana ko'rib turganingizdek 3300 ta repost bo'lgan, 22 mingta kommentariy bo'lgan, 2800 ta сохраненный bo'lgan va 52 mingta like bo'lgan. Lekin sifatli auditoriya olib kelgan. Mashhur insonlar menga obuna bo'lgan, undan tashqari meni ko'proq tanitgan. Endi bu video nimaga rekomendatsiyaga chiqqanini hozir sizlar bilan razbor qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, videoni boshida huk bo'lgan. Amir Temur degan joyda sun'iy intellekt Amir Temur emas, tank chizib bergan. Bu yoqda men yozyapman. Yozganimda odam shu kutyapti, oxirida nima chiqadi, natijasi qanaqa bo'ladi degan мнение odamni miyasida aylanyapti. Oxirida nima bo'lishini odam обязательно kutadi. Buni biz statistikada ham ko'rsak bo'ladi, chunki mana udержаниеda bizda 26 sekund ko'rsatyapti, lekin video 44 sekund. Bu degani juda ham yaxshi degani. Shuning uchun ham bu video rekomendatsiyaga chiqib ketib 954 ming prosmotr yig'gan. Ya'ni udержание zo'r ushalgan. Statistikani ham ko'ryapsizlar, hali ham rekomendatsiyada ketyapti. Aytmoqchimanki, sizlar ko'proq udержаниеga e'tibor beringlar. Ya'ni odamlarni videolarda ko'proq ushlab qolishga harakat qilinglar. Mana yana bitta videoyimni ko'rsataman. Bu video 538 ming marta ko'rildi. Yaqindagina joylagan edim va Telegram kanalida aylandi. Umumiy 10 million auditoriyasi bor kanallarda aylandi. Bunaqa videolarim juda ham ko'p. Shuning uchun mana men hozir 28900 obunachim bo'lsa, hammasini men bez target Reels orqali yig'ganman. Ko'rib turganingizdek, videolaringlar nima qilsalar rekomendatsiyaga chiqishi va qanaqa qilib obunachi olib kelishini ketma-ketligini aytib berdim. Endi sizlar o'sha birinchi bo'lib hukka e'tibor berasizlar. Ya'ni videolarni boshida odamni ushlab qolishingiz kerak va oxirigacha ko'rishga majburlashingiz kerak. Qancha video vaqtiga ko'p ko'rilsa, masalan 20 sekund, 30 sekund ko'rilsa, sizning videongiz tezroq rekomendatsiyaga chiqadi. Undan tashqari sizning videongizni odamlar ko'proq bir-biriga ulashsa, repost qilsa, yana rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli oshadi. Agar siz obunachilarni yig'moqchi bo'lsangiz, ularga qiymat berishingiz kerak. Nimadir berishingiz kerak. Qo'llanmami, darslimi, undan tashqari shu sovg'alar berishingiz mumkin. Hammasini avtomatizatsiya qilib, chat playlistdan ulab qo'ysangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingizga rahmat, salomat bo'ling.